Hozir mana zapravkani benzinlarini tekshirishga harakat qilamiz. Energy Oil qora qamish, soy bo'yi, o'chirib qaranglar. Benzin so'raymiz hozir, agar berishsa tekshirib ko'ramiz. Mana shu kanistrga 100 ml qo'yib bering, aka. 92. Yo'q, to'ramiz hozir. Men to'lab chiqaman, aka. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? To'rga 100 ml ichib olaylik. 100 ming. Ha, to'rga. Rahmat. 100 ml oldi. Narxi 10.710 so'mdan ichib. Narxi 11.400 mi shunda? Bo'ldi. Mashina ko'p-ku, har doim shunaqa o'chirtmi? Bugun kammi bu hali? Yo'q. Rahmat, sog' bo'ling. Qaranglar, shu yerda joy topib qoldim. Mana shu o'zi tekshirib o'ramiz benzinni. Benzinni ko'rishingiz mumkin. Tiniq lekin ranglar juda ham emas. Hozir apparatni ko'rib olamiz. Volvater 03 mesli benzinga xos. Aktarlari 99 chiqyapti. Buxoroning benzini shunaqa ko'rsatadi. Buxoroning benzini ekan bu. 100 dan ham baland ko'rsatadi. Yaxshi paketlaniyasi. Induksion vaqtini ham ko'rsatyapti, ko'ryapsizlar. Benzin zo'r degani bu. Mesli benzinga lekin qanday toza benzin, hech narsa aralashtirilmagan. Ana endi o'zimizning maxsus ximatda ko'ramiz benzinni. Juda ko'pchilik so'raganda mana shu zapravkani olib chiqib aralashtirib ko'ramiz. Endi to'kib ko'ryapsizlar. Zo'r benzinda bor-ku, ximikat mana cho'kib qoladi uni. Tegi yopishib oladi. Ko'ryapsizlar? Benzin yaxshi degani bu. 92 Buxoro benzin. Narxini aytdim, ko'rdinglar narxini. 11.400 Energy Oil qora qamish, soy bo'yi deyshadi bu yerda. Bemalol tavsiya qila olaman. Bugun 6-iyul 2026-yil qora qamish Energy Oil la eski sektasku benzini, iminda Buxoro benzini, mesli benzini zo'r ekan. Yaxshi benzin, o'chirtdan ko'ryapsizlar, juda ko'pchilik quyapti. Hozir bulardan so'rayman, agar 95-100 tekshirishga ruxsat berishsa, uni ham tekshiramizda. 100 benzini 20 ming ekan, 95 15 ming ekan, arzon ekan 95, ko'p joyda 16 mingdan baland. 100 ham arzon, 20 ming. Nima unaqa arzon bilmadim. Hozir ruxsat bersa ularni ham tekshirib ko'ramiz. Ungacha mesli benzin tekshirib berdim, yaxshi chiqdi. Bu videoni qora qamish turadigan, yaxshi mesli benzin qidirib yurgan tanishlarga yuborib qo'yinglar, foydalanib qolishsin. Bugun uchun tavsiya qilaman, benzinlari zo'r, o'chirib ko'ryapsizlar, yo'lga chiqib ketyapti уже.